o'rtoqlar, Instagramga kirsam bomba tushgan, hamma menga yozib tashyapti. Eringizni xotini bor, bolasi bor, siz kimnidir oilasini buzgansiz. O'rtoqlar, meni erim uylanmaganlar. Ofitsiallik hech kimga uylanmaganlar. Zakslari yo'q, hech qayerda to'ylari bo'lmagan. Qaynonamni uylariga kelin salom qilib kirgan kelinlari yo'q. Alhamdulillahki, mani kelinim deb qabul qilganlar. Inshaalloh salomimizni ham, to'yni ham hammasini ko'rasizlar. Mendan oldin hayotlarida nima bo'lgan, ko'chada kimlar bilan yurganlar, qanaqa yurganlar, nechta farzandlari bor, 10 tami, 100 tami, u narsa meni qiziqtirmaydi. Muhimi, meni hayotimga kirganlarida hech kim yo'q edi hayotlarida. Va agar bo'lsa, sizlarda qani yuboringlar, ko'raylik. Nima qilasizlar? Tuhmat qilib, boshqa qilib. Ularning ayollari yo'q mendan boshqa, alhamdulillah. Va fitna chiqarishdan ehtiyot bo'linglar. Biz baxtlimiz.